mahallamizning ichki yo'llari 12 kilometrdan ortiqroq tashkil qiladi. Shundan 11,700 metri hozirgi paytda asfaltlashtirilmoqda. To'liq 90-95% joyi asfaltlashtiriladi. Dastur asosida yangi zamonaviy 2 qavatli maktab va yoniga shinam sport zali o'rnatilmoqda. Bu o'quvchilarimiz uchun ham, o'qituvchilar uchun ham qolaversa mahallamizni xursandchiligini aytib oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Bog'cha bor edi, 72-yilda qurilgan eski bog'cha bor edi. U ham butunlayga yangidan qurilib 2 qavatli 250 o'ringa moslashgan hozirgi zamonaviy bog'chaga aylantirilmoqda. Shu bir umr bizaga masalan shu 2 qavatli shinam binolar yo sport zal armon edi bular hammasida. Orzu qilaydi-ki, qani bizning maktabga ham shunaqa sport zallar bo'lsa, yo maktablarimiz shinam, qulay, yorug' bo'lsa deb armon bo'lib yurgan edi. Shu armonlarimiz ushaldi to'g'risi. Bularni boshda turgan kim? Prezidentimiz erta-kech xalqim deb, yurtim deb, har bitta inson baxtli bo'lsin deb yugurib yurdilar. Shu uchun men mahallamiz faollari nomidan qolaversa butun mahallamizni 4,5 mingdan ortiq aholisi nomidan prezidentimizga sog'lik, tinchlik tilayman. Hurmatli prezidentimiz xalq faolligini oshirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiryapti. Juda katta islohotlar bo'lyapti. Yangi O'zbekistonimizni qurilishi uchun bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Mana kuzatib borgan vaqtimizda shuni bilamizki, prezidentimiz hali u davlatda, hali bu davlatda. Bularning hammasi nimada? Xalqimizning turmush tarzini yaxshi rivojlantirish uchun. Biz buning uchun avvalan bu mana shu davlatimiz rahbariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Chunki xalqimizning ishsizlikni oldini olish, tinchlikni saqlash, ayniqsa mahallalarimiz obodligini rivojlantirish uchun katta ishlarni amalga oshirib boryaptilar. Shu jumladan mana bizning Taxtaxon mahallamizda ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Elektr liniyalari qaytadan ta'mirlanib, qaytadan yo'lga qo'yilyapti. Yaqinda mahallamizga shirin suvlar keltirildi. Butun mahalladoshlarimiz mana shu ichimlik suvlardan bahramand bo'lyaptilar. Buning uchun biz mana shu davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahalla obodligi, yurt farovonligi bekorga aytishmagan. Mana bizning Taxtaxon mahalla fuqarolar yig'inimizda joylashgan Dashtaq qishlog'ida ham bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Oldin yo'llarimiz juda ham loy edi, yurishga o'qituvchilar ham qiynalar edi. Hozirgi kunda mana yo'llarimiz asfalt qilindi, piyodalar yo'laklar tashkil etildi va kechqurunlari bemalol yurish mumkin, chiroqlar ham tashkil etilgan. Buning uchun men davlat rahbarimiz, prezidentimizga kattakon rahmat aytaman.